Qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Endi bize hammamiz O'z tanishtiring. Men Buxoro shahar Hamza ko'chasida yashaydigan fuqarolardan biri bo'laman. Uyimizni mani familiyam Mansurov Hayot. Yoshim 92 yoshdaman. 1918-yilda uyimizni haligi quruvchilar olib garantiya bilan uyni remont qilib berib, sizlarga boshqa uy beramiz deb va'da qilib olganlar. Shundan buyon hech qanaqa natija yo'q. Bu yerda 26 ta oila yashar edi. 26 ta oila. Mana bu yerda 26 ta kladovkasi ham bor edi bu hovlida. Bu hovlidan 26 ta kladovkadan birorta o'chqir ham qolmagan. Uylarda remonti cho'zilib ketyapti. Hamma yoqqa murojaat qildik. Hokimiyatga, qabulxonalarga, haligi hokimni o'zlarini priomida bo'ldik. Hokimni olib chiqib shahardan bu yoqqa olib keldik. Ko'rdilar. Haligi zastroychilarga aytdilarki, tezroq bajarib beringlar. Hech qanaqa natija yo'q. Pul ham bermaydi bular. Pul ham bergani yo'q. Pulni olish paytida prokurorlar o'zi chaqirib ketirib, kabinetida pul olib bergan. Bular prokurorlar bilan bir odam ekan bular. Shuna qilib bizani ovora qilib beribdik. Hozirgi kunda 200 milliondan ko'p bizani qarz bo'lib qolgan bizdan. Hamma ovora bu yerda qarilar bor edi. Uyni qo'ldan ketdi deb, uy qo'ldan ketdi endi bular deb o'zini qiynoqqa solgan qarilar bor edi. Usta odam vafot etib ketdi shuni dardidan. Bu mallarni o'shaga kim javob beryapti? O'lganlarning javobini kim beryapti? Bunaqa ish bilan hali bu oxirlar ma'lum emas ekan bu qurilishdi. Zastroychilar xalqni pulini deb kvartiralarga haligi arenda pulini ham berishmayapti. Shuna qilib hammani ovora qilib yuribdi. Na hokimiyat, na prokuratura, na qabulxona bu masalani hal qilmayapti. Bizga endi biz eng ko'pchilik nomidan hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovga murojaat qilaman. Endi bizning masalamizni hal qilib bersinlar. Chunki bu yerda 26 ta oila bor. 26 ta oilaning 4 tadan a'zosi bo'lganda bu yerda 60 tadan odam jabr ko'ryapti. Uyma-uy yurib ijoraga yashab pul berishga pul yo'q odamlarning. Nerisi qilib o'lib ketganlar 3 ta odam bo'ldi. 3 kishi vafot etdi. Yaqinda hammalari kasal deb yuribdi, hammalari. Uyimiz ketdi qo'ldan. Nima qilamiz endi? Ilojimiz qancha, qayerga boraylik deb hamma yoqda ovora yurishdi ular. Mana endi sizga murojaat qilamiz, hurmatli prezidentimiz. Bizni masalamizni hal qilib beringlar. Mana shuncha odam yig'ilibdi bu yerda. Bularning ro'zg'ori bor, bola chaqasi bor, bola chaqalarning o'qitishi bor. Shularga qaraydigan bir masalani hal qiladigan biror odam topilmayapti bu yerda. Iltimos, bizning masalamizni hal qilib bering. Chunki bizning ham kvartiramiz bor edi. Go'go'da bo'sh paytida kvartiraga arendaga bo'lib, undan daromad olib yashab yurardik, soliq to'lar edik. Bu masalalar yo'qolib ketdi. Hammasi nolga aylandi. Mana shuncha hujjatlar bor. Mana dogovorlar bor. Dogovorlarda hokimlar pechat qo'ygan, hokim shahar hokimi pechati bor, hammasi bor. Ularni arendaga bularga quruvchilarga berib, quruvchilari bir qismi qamalib ketdi, ikkinchi qismi yana hammani azob berib yuribdi. Ba'zi paytlarda mana kvartiramizni arendaga bersak ham mana arendaga olgan odamlar mana kvitansiyalar soliq to'laganlar. Bu yerdan ham biz hayotimizni kechirar edik bir amallab, pul topib, ro'zg'orni boqar edik. Bulardan ham mahrum bo'lganmiz. Yana buni ustiga bizga pul ham arenda pul ham bermayapti. Shuni hal qilib berishingizni so'raymiz Samannovdan, iltimos. Butun ko'nglimiz charchab ketdik juda ham.
Charchab ketdik. Hamma joniga tekkan, nima qilishni bilmayapti. Yer qattiq, osmon baland. Xudoga faqat murojaat qilamiz. Siz bizning masalamizni hal qilib berishingizni iltimos qilib so'rayapmiz Samad nomidan. Butun oila nomidan, butun shu dom ahli nomidan 26 ta kvartirada yashaydigan fuqarolaringiz nomidan sizdan iltimos qilamiz. Siz doim aytasiz, men xalqimga nima deb javob beraman? Hokimlarga. Xalqimga nima uchun xalqqa qaramaysizlar deb javob beradi. Bu yerdagilar bizga qarashmayapti-ku. Nima qilaylik? Haqqa boraylik. Faqat sizga murojaat qiladigan kunimiz qolgan. Kechirasiz vaqtingiz olganingiz uchun. Bizning masalani hal qilib bering, hurmatli prezident. Men Rahmatov Nishon, Buxoro shahar Hamza 11 domni 6-xonasiga o'tirardim. Avval 2 etajli uyimiz bo'ldi, ana bu 2 etajlikdan. Buni buzib, ana bunda 8 etajli qurdi. Qurishgan bu 8 yil bo'ldi. 8 yil iyun oyiga 9-yil ketadi. Qachongacha bunday yuramiz? Shavkat Miromonovich sizga iltimos. Shuni bir nazoratingizga oling. Qish kelyapti, bachchalar katta bo'lyapti, uylantirish kerak, nima qilish kerak? Biz sharoit yo'q. Yurib biz ana shunda kvartira oyiga 2 million kvartira pul beramiz. 1 million bizga pul beradi bu. 2 million pensiya olamiz ikkovimiz. Ikkovimiz 800 ming, 1 million 200 ming. 1 millionni beramiz, dori darmon ichish, yeyish, bilmayman nima qilish kerak. Mana gapingizni oldim. Mana sizlar mana 2018-yilda uylarni olib qo'yilyapti, to'g'rimi? To'g'ri. Ishonchga kirib, albatta uylarni berib, o'rin shu uy berishga ishondim. Mana oradan 8 yil o'tyapti ekan, to'g'rimi? To'g'ri, 8 yil. 8 yil ichida necha bor viloyat hokimlik sayyor qabullarda bo'lgan? Ko'p bo'ldik. Viloyat hokimiga, prokuraturaga, Toshkentdan prokuror keldilar, u kishiga bordik sayyor qabulga. Bir natija yo'q. Demak, respublika bosh prokuraturasi qabuliga ham borgan. Borgan biza. Nima natija, nima mazmunan javob bo'ldi? Uni olib qamaddilar, tamom shu. Boshqa hech nima bo'lgani yo'q. Mahalla hokimiyat bu bo'yicha mahalla hokim qiziqmaydi, ularga qiziq yo'q bu nimalar. Bu nimalar qiziq yo'q, mahallaga ham, hokimiyatga ham. Bordik hokimga yaqinga hammamiz kirdik. Bir oydan keyin ko'chib o'tasizlar dedi. Bu o'tdi, bu bordik. Bir haftadan keyin ko'chib o'tasizlar dedi. Ana shunaqa aldab yuribdi bizani. Biz ishonib hokimiyatga, shu hokim Karim Jamolovich edi, 18-chiqinglar biz 2 yil ichiga taxlab beramiz o'ylazin dedi. 2 yil, 8 yil bo'ldi. Bu qaysi hokimiyatdan? Karim Jamolovich. Yo'q, qaysi hokimiyatdan? Shahar hokimi. Buxoro shahar hokimi, ha. Buxoro shahar hokimi. Buxoro shahar hokimiyatidan albatta sizlar qabul bo'lgansiz. Ko'p bo'ldi, ko'p. 20 martadan ko'p bo'ldik qabuliga. Hozir nima so'rab qo'yamiz? Murojaat mazmuni nimadan iborat? Mazmun hech nima yo'q, ana shu o'tiribmiz, kutib o'tiribmiz, qachon erta quraman deydi, bir haftadan keyin taxlaymiz deydi, bir oydan keyin taxlaymiz deydi. Hammasi yolg'on gap bu. Prezident Shavkat Miromonovich hamda O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori qanaqa murojaat bor mana shu masala bo'yicha? Bizga yordam bersinlar, shu uyimizni tezroq nima qilib, xalqni kirsin uyiga. Yo bo'lmasa boshqa joydan bizga bir uy bersin. Biz yoshimiz katta, qari, hamma pensionerlar berib, 90 yoshga kirgan bu bo'ylab bor. Yarim odamimiz o'ldi. Yarim odamimiz o'lib ketdi shu domdan. Tushunmadimmi bu qanday nima qilyapti bular? Kitobda hamma o'lishini ularga qo'ysinmi hokimiyatga? Hech tushunib bo'lmaydi bularning nimasiga. Ana hozir ko'rasizlar bizga uy berganini holatini, hozirgi holatini. Ana kelinglar ko'ringlar, bu uyga o'xshamaydi bu. Bu hurmatli prezidentimiz aytganday, tavuqxona, quyonxona qilsangiz bo'ladi, quyon boqsangiz bo'ladi bu uyga. Uyga o'xshamaydi. Shuncha yil avg'ora qilib odamni qamaldi, u quruvchimiz birinchisi qamalib ketdi, ikkinchisi ana o'zi keldi, shu yerdan qaradi ketdi. Shu yerdan kelib qarab ketdi. Ana bu podyezdga o'tiraydim, ikkinchi etajga. Buni olib boshqa ana u kirlodan olib bu yerga ketirdi, bizani 3-etajga tupiga tiqib qo'ydi. Biz ikkinchi guruhga invalid nogramma qanday kirib chiqamiz ko'z bilanman. Kampran ikkinchi guruhga, u ham oyog'i bilan. Faqat bir svet bo'lmaydi, qanday chiqib chiqamiz 3-etajga. Ko'rasiz sharoit nimasini.
butunlay yashashga sharoit yo'q bu yerga. Shuhrat fanarı kanalsın görünüyor da çim neyi biner? Göz görmeydi böyle. Ha? Ne şimdi? Normalim ki o. Oy be. Ha, birinci. Ama şimdi böyle şey var mı? Kadreyi kona takka gireyim. Şurada peş güzel mi? Neyi bilet şimdi? Seyim bu aktiği vereyim. Otlarga nechinchi etajda berish? Uchinchi. Ko'rsating. Ana tepaga, bu bitta tepa chiqamiz. Hamisha bozor parkı vurum diyeyim de. Ana şu uy. Feeling. Şu elimizge bergan. Gapirib o'ting endi. Ana qarang buni. Yerga yashashga umuman kichkina o'ychilar. Buni qarang kichkina. Bularni qarang. Ana bu uylarni qarang. Ya bir yerdan chiqadi. Buni qarang, avvalroq qarang. Bitonda ahvolga qarang. Reglami? Yo'q chiqyotibdi, yo'q kiryapti. Shunaqa Gapirmaysizmi? Gapiring. Shu qarang bularni quruvchilar qanday nima qilgan. Mana shunday bo'lishi mumkinmi normativ bo'lishi? Bu mumkin yo'q bu. Bularni qarang buni. U tomonga bundoqi yo'q. U eski uyimizga, kvartiramizga. Bundoqi nimalar yo'q. Bu nechinchi etaj edi u? Ikkinchi etaj, bu uchinchi etaj. Nima uchun bu ikkinchi, uchinchi etajmi bu? Ha, birinchi magazin, ikkinchi magazin bo'ladi dedi, uchdan beramiz. Lekinki u kiruvdan odamlarni keltirib birinchi, ikkinchiga qo'ydi. Biz yashayotganimiz uchinchi, to'rtinchiga aytadi. Nima sababdan sizlarni boshqa etajga, boshqa xonadonga uyingizni almashtirdi? O'zlaridan o'zlari bilan hech kim nima qilmaydi. Birinchi ishlarni uni birinchi etajdagi uy berganlar. Ikkinchi etaj. Ikkinchi etaj. Joyim ikkinchi etajdan ikkinchi etaj berish kerak. Bular getirib mana bu yo'qqa. O'z birinchi Rozi bo'ldingizmi shunga? rozi Roziligingiz bilan o'tkazdingmi? bizlar rozi yo'q. U bibiga aytganki, birinchi, ikkinchi magazin bo'ladi, shu 3 so'maki deb aldagan. Magazin bo'lmadi, birinchi etajdan kvartiraga to'pdi. Ana bu uylarni ham qarang, bu uylarni ham holatini. Mana. Ana holatini qarang bu uni. Bu yerga nima qilish mumkin bu yerga? Yo'q, molxona qilish kerak, yo'q. Quyun tovuq boqish kerak bu yerga. Odam ishlaydigan sharoit yo'q bu yerda. Ma'qulni o'rnaysiz. Ma'qulni o'zim buni endi usulni tiqilyapti-da, regllar. Ma'qul biton regl. Ma'qul
qalinligini ko'ring. Hamma joyda shunday qilib kesib, mana buni tiqib, как будто mana shu narsa bizlarda zilzilada. Rom naqadan saqlamoqda. Buni hamma joyda shunday qilib. Mana bu bo'lgan usul problemda o'zicha hamma joyda kesib bu nazorat qiladiganlar oldaydan kelib ko'rib nazorat qilsa vaqtida kelmas edi. Ana bu 3-uy. Holatini qarang buni. Mana shunaqa o'ylanib beribdi bizga bizlar. Bilmayman nima qilishga boshimiz qotib qoldi. Mana otaxon biz ayni soni murojaatlaringiz bo'yicha joyga chiqib, faqat kunduzi ortida holatni batafsil jurnalistik asosda o'rganishga jo'naldimiz. Mana shu holat bo'yicha siz yana mahalla hokimligida hamda prezident shu bilan bir qatorda siz mana rasman faqat o'sha axborot portaliga murojaat qilgansiz, murojaatlaringiz mazmuni ko'rib chiqish uchun mana bizlar murojaatlarga asosan mana sizlardan kelib holatni o'rganib, atrofda sizlar bilan bir suhbat qilish jarayonlarimiz. Shu imkoniyatga kelgan holda prezidentning shavkatlari amalga shu haqida tezkor qanday murojaatingiz bor? Shu bo'yicha gapirib o'ting. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos, shu uyimizni tezroq bir nazoratingizga oling. Tezroq bizga bitkazib bersinlar. Bo'lmasa boshqa bir uy olib bersinlar bizga. O'zimiz 5 ta kishi bizlar 5 kishi. Boshqa uy olib bersinlar. Qiyin yo'q-ku, hokimiyatga borishni nimasiga qo'yib. Necha yildan beri shu masalalar hali davom etyapti, masalalar hal bo'lmagan. 8 yildan o'tdi. 8 yil 9-yilga ketdi. Ayni shu masalalar bo'yicha Buxoro shahar hokimiyati hamda Buxoro viloyat hokimligiga chiqdingizlarmi? Chiqdik. Necha bor chiqdingizlar ularga? Ko'p chiqdik. 8-yil 2 martadan chiqqan bo'lsak ham 16 marta bo'ladi. 16 marta, 20 marta qarab bordik. Mahalla hokimiyatlariga qanday munosabatda javob berildi? Taxlaymiz, bajaramiz deydi, tamom. Taxlaymiz. Bir oydan keyin topshiramiz uyni. Bir haftadan keyin topshiramiz. Mana shuni qilib aldab yurishdi. Aniq javob bor? Javob yo'q. Aniq javob yo'q. Yo'q. Sizlarni hozir mashg'ulotda haqiqatan biz ayanch holatni ko'rib turibmiz. 8 yildan beri albatta turli joylarda yashab yuribsizlar, kvartiralarda. Kvartira yashab. Albatta katta iqtisod zarar ko'rganimizni ko'rib turibmiz. Demak, bu bo'yicha respublika o'sha mahalliy shu prokuratura boshqa idoraga murojaat qilganmisiz? Toshkentdan keldilar. Prokuratura Toshkentdan ismlar. Sizlar ko'rishdimi? Ha, ko'rishdilar. Yo'q, birinchi quruvchimizni qamadilar. Birinchi yo'q, qamalish mayli, o'tin, lekin sizlar masalangizni hal bartaraf etdingizmi? Yo'q. Biron natija yo'q. Xalq qabulxonasiga ham kirdik. Prezident xalq qabulxonalariga ham foydasi yo'q. Biron kishi aytmaydi, nimaga kelding, nimaga ketding, nima qilyapsan? Hech kim so'ramaydi. Shu o'rinda e'tirozga savol tug'iladi, albatta murojaat mazmundan kimdan javob kutib qolasiz? Shunday. Qanday mazmundan javob kutishni istamoqsizlar? Gapirib o'ting. Bizani uyimizni taxlab bersinlar. Shu prezident o'z nazoratlariga olsinlar, shuni iltimos. Bu domda 90% qarilar, 92 yoshga, 80 ga, 70 ga kirgan odamlarimiz, pensionerlar. Sizlarning qonuniy davlat kadastr hujjatlari bor. Buzdirib, mana bu pul va'dalari bilan mana 8 yil demak, sizlarni uy joyda ta'minlamaydi. Yo'q, avvalo qilib yuribdilar, 8 yil bo'ldi. Qamagandan keyin mana bu yerni qurganim uchun sen bu yerni qurasan. Endi men mejbur Yo'q, tushundim ha. Tushundim ha. Bu yerda keyin men nima qildim? Bu yerni qurishni boshladim. Bu yerda menga topshirgan vaqt u yerda nimalar bor edi? Pakupatilar bor edi, potensial nimalar bor edi. Keyin tergov boshlangandan keyin bilasizmi endi? Tergov boshlangandan keyin o'sha odamlar, pul beradigan odamlar nima bo'ldi? Jabrlanuvchiga aylandi. 40 ta edi, 20-66 ta bo'ldi. Tushunyapsizmi? Soответственно, bu yerda o'sha nima istochnik pul keladigan nima bo'ldi? 22 ta uy berdi hozir. Nimada turibdi? Jabrlanuvchiga berish uchun 1500 kvadrat nimada turibdi?
Aha. 1500 kvadrat uy taxtda turibdi. Odamlarga jabrlanishga berasan deb. Tushunyapsizmi? U qamalgandan keyin, tergov ishlari boshlangandan keyin istochnik bo'lmadi. Hozir biz har joydan qayerdan pul topyapmiz, qilyapmiz. Bu yerda usulini bergan. Ana qarang, usulini qilyapmiz. Nimalarni ko'rdingizmi? Kolonnalarni ko'rdingizmi? Temir bilan nima qilgan? Belbog' qilib, Ichkarini xonalardagi o'rtadagi belbog'larni aytyapsizmi? belbog' qilib. kolonna, ana bu devorlarni belbog' armatura bilan ko'ryapsiz. Ikki tomondan belbog' qilyapmiz. Ana shu ushlaydigan joylari bu, aka. Bo'lmasam, ismingiz nima edi? Shehroz Shehroz. Familiyangizmi? Boltayev. Sheroz aka, Balta. Bo'lmasa Sheroz aka, demak, haligi hozir negaga sizni demak bu mana bizdan ham sizga vaziyatdan kelib chiqqan holda sizga biriktirib berilgan. Demak, siz mas'ulsiz. Hozir birinchi etapda mana bu qismini, ikkinchi yo'q. Birinchi, ikkinchi etap yo'q, hammasini billa bo'ladi. Yo'q. Men hozir ko'rib turibman, birinchi men bosqichda o'zi birinchi ayrim to'liq ta'minlanmagan shorat bo'lsa ham mana hozir ko'raman, mana 3-etajmi, nechinchi etajmi? Mana 3-etajda odam uy yo'qligida ehtiyoj mumkin bo'lmasa, u yerda narsalarni kirib ketirgan aka, u yerda yashamaydi, ketirib qo'ygan narsalarni. Bu yerda ko'p bunaqa, ana bu yerda ham ichkari kirib qo'ygan. o'zi kirib Assalomu alaykum. uyini aniqlab joylashtirib qo'yilgan. Nega uy o'sha nomida turibdi? O'sha nomida shuning uchun. Ana u yerda, ana 3-etajda Ko'rdim. Demak, bu yerda kiritib qo'yganlar. bo'lmasa shuning uchun demak mana holatdan xabaringiz bor. 2018-yilda mana aholini tayyor kadastr hujjati bilan uyini buzdirgizib, hokimiyatni kafolati bilan, shu bilan bir qatorda sizlar mana qurilish kompaniyalaringiz kafolati bilan belgilangan shartnomada ko'rdim, 2 yil deyilyapti. 2 yil bo'lsa ham muddati aniq ko'rsatilmagan, aniq hujjatlar normativ bo'yicha ko'rsatilmagan, lekin u yerda Buxoro shahar hokimining imzosi, pechati bilan turibdi. Shu bilan sizlar bilan birgalikda. Masala nima haqida? Hozir mana bizning kelishimizdan maqsad albatta bu prezident partlarga murojaat qilib, bosh prokuraturaga murojaat qilingan deb biz joyiga chiqib holatni aniqlik qilsa, mana shu qurilish bo'yicha mana dasturlash sifatida mana sizni kompaniyangizga topshiriq biriktirilish mana shu topshiriq bo'lgan. Hozir endi asosiy gapni sizga eshitishimiz kerak. Bugungi kunda bular qancha, mana oradan 8 yil bo'libdiki, qancha muddat yana bular kutish kerak, aniq sizdan javob bo'lishi mumkin. Hamidjon aka, hozir Negaki menga emas, menga mana shu fuqarolarni, jabrlangan fuqarolarga aytish kerak bo'ladi. Hozir menga hokimiyat ming kafolat bergan taqdirda 8 yildagi murojaatga bo'lgan, sayyor qabullar bo'lgan, sizlarda ham chaqiriq topshiriqlar bo'lgan. Yo'q, nima bo'lgan uni o'zingiz bilasiz. Bu gap gapirilmaydi. Asosan maqsadga o'tamiz. Maqsad o'zi shunday. Ma'qulmi? Hozir shunday. Bo'ldi. Hozir shunday. Shoshmang. Men intervyu beraman, sizga tushuntiraman, bularga ham tushuntiraman. Maqsad shu aka. Tezroq bitkazish. Hozir biza hokimiyat, kichik hokimiyat, shahar hokimi, Buxoro viloyat hokimlar har kun nimada muloqotda bizning masalamizni qanday hal qilish. Hozir bitta investor topganmiz. Ana bugun keldi. Yo'q. Men maqsad nima aytyapman? Ishimni davomini aytishim kerak. Ana kelgan, bugun kelgan уже, bu yerga kelgan, chet eldan keldi. Aka, bu kishi gaplarni eshitib Yo'q, hozir to'xtang. Hozir aytaman. Yo'q, 2 minut eshitmayman. Yo'q, xo'p, eshitaylik. Men biz eshityapmiz. Eshitishimiz kerak-ku. Bu yerda agar investitsiya kiritilmasa, pul kiritmasak, befoyda. Hokimiyatda ham biron istochnik yo'q, bu yerni nima qilish uchun. O'sha uchun biz ana 4 tomondan nima qilyapmiz? Olib keldik уже. Kelgan. Shuni hozir biz dushanba kunidan nimani formirovat qildik ustalar. Ana erta bir komplekt keladi. Juma kuni, yana dushanba kuni 5 kishi keladi. Ustalarni chaqiryapmiz. Ana kecha nimani chaqirdim? Отделщикlarni chaqirdim. Dushanba kuni keladi. Отделка qiladi ichkarilarni. Nimani uyini? Jitillarni uyini отделка qiladi. Уже formirovat qildik. Shpaklovka, kim nima, gruntovka qildik уже. 4-5 tasini hozir birdaniga boshlaymiz. Bu birinchi masala. Tak, ertaga usulini keladi. Marmarchilar keladi. Ana bu podval, ana bu yerni o'zi marmar qilishimiz kerak. Yana kim keladi? Yana gaz keladi, turbalarni nima qildik, gazlarni o'rnatadi. Уже formirованный bizaga dushanba kundan massiv ish ketadi. O'sha uchun agar ana kelinglar, bir talaringiz o'tiringlar men bilan. Sizlar menga yordamga kelinglar. Bir kishi mendan so'ramaydi, ahvoling nima? Meni ustimdan yozish, lekin muammo nimada? Kelinglar birgalashib hal qilaylik. Nimaki bir men ответственный emas, bu yerda nechta odam bu? Aka, shu arizani esat qayerda chiqib deb. O'sha uchun Дашмо гарнизона. Як та ариза денси, ака мен наметонам, анам назад рукага, наметонам та ариза нече тамо. Да келемсен.
hokimiyat mi? Vücubu ne verirse. Tamam отказ qilmaydi, aka застройщик ne man nima aytmoqga. Ana, chans so'r shu aka. Хорошо. Tamam, Bak, tushundim. hozir Montaj ishlash bo'lardi. Bildim, endi bularni ham eshityapmiz, siz ham eshityapmiz. Shuning uchun mazmuni, masalaga e'tibori shu batafsil bo'yicha mulohaza qilaylik. Bu yerda albatta buni o'zlar bilan bevosita qisqa mazmunda ikki oz sizdan so'ramoqchi bo'lgan, qolib siz aytgan fikringiz ham o'rinli, negaki bular jabrlanyapti. Sizdan o'z o'rnida yo'q, men qarang. Men qarang, eshiting. Endi albatta yo'q, to'xtang. Yo'q, siz eshiting. Bular quruvchini o'zini muammosi holatlar bo'yicha aytib o'tyaptilar. Shuning uchun shu muammoni mana sizlar bilan birgalikda albatta sizlarning murojaatlaringiz o'z o'rnida bajarish bilan birga bular ijrosini ta'minlashga mas'ul. Lekin muammoni nima muammo bo'yicha suhbat qilish bo'yicha hozir mana biz kelib o'tiribmiz. Yuzma-yuz suhbat bo'lyapti. Yana to'g'rimi? Shuning uchun men o'ting, bu yoqqa o'tib oling. O'tib oling. O'tib oling. Shuning uchun hozir sizlar bilan to'g'rimi suhbat qilyapmiz. Haligi devorda orqasida gapi emas bu. Yana to'g'rimi? Shuning uchun maqsadni muammo biz bugun kelishimizdan maqsad hal publishni emas. Maqsad mazmuni mana shu ayanchli 8 yillikdan buyon quruq va'dani eshitib kelyapsiz. Va'daning ortida mana ko'raman birinchisi olamdan o'tib ketib bo'lgan. Qolaversa mana nogiron 92 ga kirgan otaxon kelib o'tiribdi bunday qilib. Mana 92 yoshga kirgan. Shuning uchun maqsad nima? Maqsad siz aytgan maqsadga o'tamiz. Shuning uchun qisqa mazmuni o'zi maqsadimiz aytib o'ting. bizani bitta narsa. Uyni tezroq bitkazib. O'zingizdan boshlaymiz. Bo'ldi. Tanishtiring o'zingizni. Men Impala Collection Business jamiyati rahbari Boltayev Shehroz ismim. Ana shu ko'p qavatli uyni qurilish ishlari bilan shug'ullanyapmiz. Shuni hozir biza domimizni turar joyini maqsadimiz tezroq egalariga topshirish. Shu uchun bizaga hamma tomondan investitsiya kiritib, shu hozir 2 oy ichida bugun maqsad qildik, plan rabota qilganmiz, nima ishlarni qilamiz, qanday qilamiz, 2 oy ichida tugatib, shularni kiritish maqsadimiz, masalamiz shu. Birinchi navbatda shu ishni amalga oshirish maqsadimiz ham, jamiyatning ham maqsadi ham shu. Qilamiz hozir 2 oyda hamma nimalar qilingan, chora-tadbirlar qilingan, investitsiya masalasi ham hal bo'lgan. Hozir ana nima bugun erta dushanba kuni nimalarimiz kirib kelyapti. Katta ishni boshlaymiz. 2 oyda va'da beraman, men bularni kiritaman. Mana bugun qaysi chislo? Qaysi oy, qaysi Bugun 30-chi. Demak 2025-yil 30-oktyabr kuni siz bilan suhbat qilyapmiz. Holatlar bo'yicha, to'g'rimi? Hozir. Bu bo'yicha sizni mana eshitdik. Qurilish bo'yicha mas'ul kompaniyani rahbari bilan shu bo'yicha sizni bildirayotgan fikrlarga qo'shish bo'yicha qana yana munosabatingiz bor? Bizlar ishonamiz. Ishonasizlarmi? Finansировать qilmayapti. Bu qamalgan bacha 3 yil 2 yil saqladi bu kishini o'tiga bo'lsa firma bu kishiga kredit beradi davlat. Kredit bermaydi, qayerdan beradi? Buni bosib bo'lmasa. Bu bacha qamalib ketdi, o'zini o'tiga firma qoldi. Biz shundaymi? Endi shuni harakatida olib. O'li o'tgan yo'q. O'sha qamalganiga 3 yil bo'ldi. O'li firma o'sha o'tdi. Mana shu bo'yicha mana hozir ayni shu uy joylarni qurilish bilan shug'ullangan kompaniyani mana rahbari fikrlar bildiryapti. Albatta bularga demak 8 yil bo'lmasa hozirgi bildirayotgan fikrlarga ishonasizlarmi? Nima deysizlar? Munosabatingizni bildirib o'ting. Hech qanaqa ishonch bo'lmaydi. Bu yoqqa ishonch qolmagan shunda. Bu esa 5 yil ichida bitira olmaydi bular. Bu yolg'ondan va'da qiladi. Har kelganimizda bir hafta, bir oy, 6 oy, 5 oy deb va'da qilishadi. Kelasi yil 8 yil bo'lyapti. Bularga ishonch qolmagan umuman. Bu yerda hali ish ko'p. U karkasni ko'targan bilan uy bitdi degan emas bu. Buning ichida eng qimmat ishlar qolgan. Отдел ishlar, оборудование, kommunikatsiyalarni hammasini taxlash kerak. Hech narsa yo'q. Bu korpusga qarab o'ylamanki bu tayyor deb bo'lmaydi bu. Bular yolg'on gapiradi. Yolg'on bular. Sen fikringizni bildirib o'ting. Biz ishonamiz, lekin bunaqa va'dalar ko'p bo'lganda. Shunga ishonishni ham Xuddi shu mazmundagi va'dalar demak shu kunga qadar demak bo'lib kelgan. O'sha bir xil mazmundagi javoblar, shundaymi? Shu bir xil hammasi. Opa, siz ham o'zi Bizda ham shu
Bunga nima ishonishga harakat qilamiz, но это все бесполезно, shunisini bilamiz, chunki все ссылаются на то, что нету денег. Mana shu. Faqat ana shu nima bahona bo'lyapti. O'sha uchun prezident Shavkat Miromonovich bizga yordam bering, bizani tezroq uylarimizga joylashtiring. Chunki bunaqa va'dalar ko'payib ketgan, 8 yildan buyon это уже ни в какие ворота. Iltimos, bizani murojaatimizni eshitinglar. Şimdi bizga boshqa joydan o'zimiz berishim yo'maydi. Tutolmaymiz, boshqa kuchi yo'q. Tutolmaymiz. Hech qanaqa taklifini qilmay 3 kishi vafot etib ketdi, 3 kishi o'ldi. O'ldi hazradan qo'yib o'lib ketdi ular. Qanaqa bo'ladi? Yar qolgani ham o'lsin odamlar. O'limga yaqin ayollar bor, eri yo'q, bola chaqasi bilan yashaydigan ayollar bor, arendada pul topolmay yurgan ayollar bor. Ularning rahmini kim yeydi? Hofizlarga boramiz, hofizlar. Shahar hofizlari pul olmadi. Sudya orqali pul olganlar, sudya orqali. Kvartira puli, bilmadi. 14 million. Bularga ishonib bo'lmaydi, bularga va'da qilsa ham qo'ldan va'da qiladi, bular qo'ldan kelmaydi bular pulni. Qana puli? Ko'rsating bankadagi pulni. Men Egamberdiyeva Zebo Hamza 11 kvartira 6da yashab kelgan edim. 18-yili uyimizni shahar hokimligidan kelib chiqishimizni so'raganlarida o'sha yili chiqqan edik. Mana 9-yil bo'layapti, hali ham uyimiz tax emas. Biror natija yo'q. Bormagan joyimiz qolmadi. Odamlar ko'chib kelgan bir xillari mana parda qilib, eshik tiriza qilib o'tirishibdi. Biz ko'p joylarga bordik, hech qanaqa natija bo'lmadi. Bir haftadan keyin, bir oydan keyin deydilar. Yuribmiz, ijorada turamiz. Ijara 1 million pul beradi. Biz 2 million beramiz. Men 850 ming pensiya olaman. Dori darmonimga o'zim ikkinchi gruppaman. Qayerdan olaman? Bilmadim endi. Kelamiz, ketamiz. Faqat bo'ladi deydilar, va'da beradilar, lekin hech qanaqa natija yo'q. Iltimos sizdan. Prezidentimizdan nima so'rab qolmoqchisiz? Prezidentimizdan iltimos qilib so'rayman, bizani shu uyimizni taxlab berishlarini yoki bo'lmasa agar boshqa joydan bizga ham uy berishlarini iltimos qilardik. Assalomu alaykum. Hammaga уважаемый Shavkat Miromonovich. Я Бакаева Нигора, сноха Икромова, покойного Икромова Исмата, который был жителем этого дома, Хамза 11. Мы проживали во второй квартире на первом этаже. Со всеми усилиями мы купили эту квартиру, работая за границей, то есть в России, чтобы проживать здесь спокойно, и чтобы наши родители, которым было тяжело жить в поселке, чтобы жили здесь. И на протяжении 8 лет мы не можем въехать в свою квартиру. К сожалению, в данный момент у нас на основании трехстороннего договора нету ни одной готовой квартиры, которую обещали нам в течение 2 лет вернуть. В качестве компенсации арендной платы мы всего один раз получили 6 миллионов рублей по 500 тысяч за 12 месяцев. И больше арендной платы нам никто не выдавал, к сожалению. Все пустые обещания, то есть счет арендной платы, нам обещали увеличить размер нашей квартиры, который до сих пор мы не видим. На протяжении этих лет с нас еще просили доплату за то, что нам выдадут побольше квартиру, но, к сожалению, мы отказались, потому что у нас есть трехсторонний договор с хокимиатом, с нами и с застройщиком, который, к сожалению, нас обманул. Это наш кадастр нашей квартиры. Есть все документы, которые мы приложим.
Мы обещана нам квартира еще была дважды продана. Вот на 3-м этаже вот они нам обещали, вот уже кто-то заехал и повесил даже занавеси, сняли нашу дверь, которую мы устанавливали по просьбе нашего уважаемого застройщика Шахроса Сабировича, который не делает ничего. И все пустые обещания. Это уже 9-й год. Вот у нас есть все документы. Это наш кадастр той квартиры, которую снесли. Прошу вас обратить внимание на наших соседей, которых уже нет живых. Квартира, которая была на моего отца, покойного свекра, уже подарственной мы передали свекрови. Свекровь в данный момент лежит в больнице. У нас нет денег, мы не можем уехать на заработки, потому что здесь у нас нет работы. Я вот в данный момент живу у свекрови дома, в старом доме, где нету газа, света, все время все. Сейчас зима на дворе, и эти пустые обещания уже нам надоели. Просим вас обратить на нас внимание. Спасибо вам всем за понимание. Президент, какие у вас есть обращения? Президент. Шавкат Мированович, прошу вас нам помочь, либо въехать в эту квартиру, которая сейчас в данный момент считается, этот дом считается аварийным, как нам уже сказали. Прошу нам выделить наши квартиры, чтобы мы могли по-человечески жить. И наши, вот дед уже умер, чтобы хотя бы бабушка дожила свои годы в своей квартире. Спасибо всем. Какой год вы достойны ждет? Мы уже 8 лет ждали, это уже 9-й год. В мае мы самые первые выехали. Покойный мой свекор был домкомом этого дома. Он был очень активный и нам сказал: быстрее освобождайте, побыстрее заедете. И этот трехсторонний договор, оказывается, не является ничем, как я уже поняла, потому что уже и в Хаткимият, и прокуратура, и суд, где мы только не были, мы все время и стучим в пустые ворота. Получается, никто нас не слышит. Куда мы идем, нам все обещают, и в итоге все затухается. 1-2 дня ведутся какие работы, а потом все опять затухает. И они это объясняют. Это вот нам, вот это наш трехсторонний договор. Эти пустые обещания уже нам надоели. Нет, сейчас вот я вам покажу. Это вот наш трехсторонний договор, который был заключен с нашим, вот с трехсторонним, с нашим хоккеймиятом, застройщиком и каждым жителем данного дома. Вот. И получается, это пустые обещания. Обратите, пожалуйста, внимание. Все ссылаются на то, что нет у застройщиков денег, и никто ничего не строит, инвесторы не помогают. И все это уже не знаю. Пожалуйста, помогите нам, нас никто не слышит. И в Вилаят Хоким обращались, и в городской Хокимият обращались. И все пустые слова, пустые обещания. Поэтому мы вынуждены обращаться к вам с просьбой выдать нам, если мы в этот дом, наверное, еще 10 лет не заедем, выдать нам всем квартиры. Пожалуйста.
Bu tanıştırib olayım. Assalomu alaykum. Men Rahmatov Nishon 11-dom Buxoro shahar 11-dom 6-xonaga o'tiruvchi yashovchi nima. Mana bu kadastrlarimiz bor, bizning kadastrimizni borligiga qaramasdan 18-yil uyimiz sinovga ketdi. 8 yildan beri uy qurilgan yo'q, ana shu uy ijara yuribmiz. Butunlay azobga qo'ydi bu bizani. Ayni mana savolimga javob beringchi. Ayni 2018-yilda qaysi oyda sizlarni uyingiz iyun oyiga eslatma bo'ldi? iyun oyiga chiqib ketdik biz bu yerga. Qanday va'dalar bo'ldi? O'sha paytda nechta joy uyda yashayapsizlar? Va'da berdi, o'sha uylarni joyiga joy beramiz. Uy ana shu 2 etajlik uyda buni qurdilar. Bu 8 yildan beri tugamabdi. Bu 8 yil kutishimiz kerak nima buni?